yoshligimizdan xursand bo'lib kuylagan Bolchechak aslida bayram qo'shig'i emas, balki qonli mars ekanligini bilarmidingiz? Bu qo'shiq qatag'on qilingan jadid bobolarimizning ayanchli fojiasidir. Bolchechagim boylandi. Bu bahor kelganidan darak emas, balki millatni erki va ziyolilarning zanjirband etilganligidadir. Ayroningdan bermasang, qozon tovog'ing vayrondir. Sho'rolar tizimi xalqning oxirgi nonigacha tortib olganligi, bo'ysunmaganlarning esa ro'zg'orini yakson qilganidan ishora. Qo'shiqning eng dahshatli joyi uning naqorati. Bu ommaviy qatllarning ochiq tasviri. Fitrat, Qodiriy, Usmon Nosirlarni ochishdi, Cho'lponni esa boltalashdi va uni ustiga baxmal bilan yopdilar. Haqiqatni yillar davomida yashirishdi. Qo'shiq yakunidagi degan hayqiriq bolalarning quvonchi emas. Bu jasadlari nomsiz chuqurlarga tashlangan minglab begunoh insonlarning unutilmasligi uchun millatning ichidan otilib chiqqan faryodidir.